Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan osongina tez tayyor bo'ladigan yegulik tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib tovaga ozgina yog' solib, tovuq go'shtlarini yaxshilab qovurib olamiz. Ziravor, tuzlarni solib, piyoz bilan yana qovurishda davom etamiz. Piyoz ozgina yumshagach, bolgarskiy pomidor hamda yana ozgina tuz solib, aralashtirib olamiz. Tovuq go'shtli qiymamiz yana ham mazali bo'lishi uchun barbekyu sousidan solamiz. Bu go'shtimizga o'zgacha maza beradi, xuddi cho'g'da pishgandek bo'ladi. Qiymani sovutishga olib, lavash xamirini tayyorlab olamiz. Ozgina yon tomonidan kesib, bir chetiga iligan qiymani solamiz va ustiga kalyaxdan mazali sezar sousi hamda ozgina pishloq sepamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib hammasini tugib olamiz. Listga terilgan lavashlar ustiga chiroyli qilib ketchuplardan yaxshilab surib olishimiz kerak. Bu yeguligimiz yana ham mazali chiqishi uchun kalyaxdan 3 xil pishloqdan tayyorlangan pitsa pishlog'ini sepib olamiz. Qizib turgan duxovkada 15-20 minut pishloqlari erigunicha pishirib olamiz. Osongina tez tayyor bo'ladigan ham to'yimli yeguligimiz tayyor. Kelayotgan Ramazon oyida ham bemalol tayyorlasangiz bo'ladi. Yoqimli ishtaha.